Taniqli aktrisa vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, video roligimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Fransiyalik aktrisa Brigitte Bardot 91 yoshda vafot etdi. Bu haqda Le Figaro nashri xabar berdi. Brigitte Bardot Parijda dunyoga kelgan. Yoshligida balet bilan shug'ullangan. Keyinchalik fotomodel va aktrisaga aylangan. Aktrisa 1952-yilda Normand tuynigi komediyasi orqali kinoda debyut qiladi va bir yil o'tib Manina bikinidagi qiz melodramasida bosh rolni oladi. U 1952-yilda 1956-yillar oralig'ida Bardot 17 ta filmida suratga tushgan, ammo haqiqiy yulduzlik onlari o'z turmush o'rtog'i Roje Vadim rejissyorligida ishlangan va Xudo ayolni yaratdi filmidagi bosh rol orqali kelgan edi, deyiladi xabarda.